Assalomu alaykum aziz obunachilar hamda aziz yurtdoshlar. Bugun biz Tashkent Motors Termiz filialidan video obzorimizni olishni boshladik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlashlaringiz uchun like tugmachasini bosib hamda podpiska bo'lishni unutmaysiz degan umiddamiz. Siz tayyor bo'lsangiz biz obzorni boshladik. Bugungi qahramonimiz Jack G7 mashinasi hisoblanadi. Mashina sedan ko'rinishda ishlangan liftback. Bu liftback nima uchun aytdim? Buni video davomida albatta ko'rib o'tasiz. Hop, mashina 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, 150 ta ot kuchiga ega. Optika qismlari LED chiroqlar bilan bezatilgan, juda bejirim, juda chiroyli. Shu joyda o'zida hop biz hozir sizga motorni ko'rsatib o'tamiz. Motorimiz Mitsubishi bilan hamkorlikda, ya'ni совместно ishlangan 4 Porsche hisoblanadi. Porschelari hop yoqilg'imiz benzinda hamda benzin xarajati 7-8,5 atrofida bo'ladi. Mashinaga propan asosan tavsiya etilgan, motor MPI bo'lganligi hisobidan ham ayrim mijozlarimiz metan qo'ygan holda ham harakatlanib yurishibdi. Bemalol bu degani metan qo'yishingiz ham mumkin. Mashina materiali, ya'ni tayyorlangan material qismi atsenka hisoblanadi. Bu juda muhim, chunki issiqda yoki sovuqlarda mashinada eroziya, ya'ni kraska ko'chish yoki chirish holatlari bo'lmaydi. Kuzatilmagan shu paytgacha ham. Mashina razmeri baloniga keladigan bo'lsak, diskalarimiz 12 talik alyuminiy quyma diskadan hisoblanadi. Opораlar ham diska opораlar juda mo'shin ishlangan. Bakoyimizda yon burilish uchun ogohlantiruvchi chiroqlar qo'yilgan hamda mashinani yopgan holatingizda bakoy o'zi yig'ishtiriladi, ochganingizda esa ochiladi. Mashina hop beskuluvchi do'stlik ham bor. Salon qismiga albatta video davomida o'tamiz. Ishoning, videoni oxirigacha ko'ring. Salon qismiga kirganingizda ketgan vaqtingizga achinmaysiz inshaalloh. Hop, mashina bu yoqdan qaraganingizda hop nikelvoy o'zini bir ajoyib bir bezaklar bilan berilgan. Lyukimiz bor, buni ichkaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa taraflar ham juda chiroyli berilgan, Jack emblemasi, orqa sensor datchiklar hamda bu yoqda orqani ko'rsatuvchi zadi chiroqlar, ya'ni orqa chiroqlari ham mavjud. Mashina liftback deyilgan sababi video davomida aytaman deganim mana. Mashina orqa taraf to'liq ko'tariladi, 540 litr bagaj sizni kutib oladi. Agar shtorka olinib, orqa sidina yotqizilgan holatida esa 650 litr yukxona hajmi. Buni albatta o'zingiz bir hisob-kitobini olib ko'rasiz degan umiddaman. Mashinada elektroprivet yo'q, ya'ni elektropaket yo'q. Ya'ni knopka bosganda o'zi ochib yoki yopadigan xususiyati yo'q. Albatta buni lekin qilib olishingiz juda oson va qulay bo'ladi. Hop, mashina hozir narki tarafidan kelaman, siz operatorimiz bu tarafdan o'tiring. Ichki salonni tanishtirishni boshlaymiz. Davom etamiz. Mashinaga ham o'tirib oldik do'stlar. Xo'p, mashinamiz operator ko'rsatishingiz mumkin. Sifatli plastikdan ishlangan himoya joyi, bu qirilib yoki issiqda o'ynab qoladigan materialdan emas. Mana bu esa bezak sifatida berilgan, juda chiroyli berilgan fronoviy ochib yopgichlar, mashina zamogi, bu yoqda oynalarni ko'tarib yopgich xususiyatlari ham bor. Xo'p, bu yoqda esa pusholka, xo'p, kolonkalarimiz o'rnatilgan. Mashina ruliga keladigan bo'lsak, cruise control hammasi o'rnatilgan, multi rul hisoblanadi. Deflektorlarimiz ham juda ajoyib qo'yilgan. Tabloda esa hamma xarajatlarni ko'rib borishingiz mumkin. Xo'p, monitor haqida gapiradigan bo'lsak, monitor 14 dyumli hisoblanadi. Juda katta, juda hashamatli monitor. Xo'p, bu yoqda tarpetkan ustiga chihol shart emas deb o'ylayman, chunki sifatli ko'jadan ishlangan tarpetka qismiga joylashuv bor. Hop, bu yoqda ham boya aytganimizdek bezaklar, hop, skor rechagimiz hamda telefon qo'yishingiz mumkin, lekin simsiz zaryad qo'yadigan joy emas. Mashina start stopda zavod qilinadi. Sport rejimi, eco normal rejimlari ham bor, avto hold bor, ruchnik, podstakanchik, hamma narsa bor. Hatto bu yoqda bar ham mavjud. Hop, mashina sidinalari, ya'ni o'rindiqlar charm ko'jadan sportivniy qilib ishlangan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, salonni yorituvchi chiroqlar hamda ochkangizni qo'yib qo'yish uchun joy ham o'rnatilgan. Xo'p, aytib o'tganimizdek, mana tepani olishingiz mumkin, lyuk bor. Hop, mashinaning orqasi ham ancha kengana. Hozir 1.83 bo'y bilan hop salon qismida o'tiribman hozir mana. Men uchun mashina boshqaruv hozirda juda qulay uslubda turibdi. Mana shu holatda videoni uzmagan holda mashinaning orqa tarafiga ham o'tirib ko'rsataman. Oldimda shofyor ham o'zim edim, o'zimga moslagan holda mana o'tirishim juda qulay va juda katta mashina. Bu yoqda konditsioner bor, telefon qo'yadigan joy bor.
Hop, biz hop bu yoqda USB kabel ulash uchun ham joy o'rnatilgan. Bu yoqda esa mana salon hali ochmaganmiz ham podagonlik sifatida foydalanishingiz yoki 3 kishi yurishi ham mumkin. Hop, mashina haqida ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Hop, ana endi eng qiziq joy narxiga keldik. Hop, asosiy joyi mashina narxi. Mashina narxi bilamizki, oldinroq qimmat edi. Hozir esa 235 million so'mdan mashinani sotyapmiz. Xarid qilishga ulgurib qoling, soni juda oz qoldi. Mashinani olish tartiblari avtokredit, avtolizing, persiyana yoki naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Ranglaridan esa ranglardan oq, qora, qizil hamda mokri rangida mavjud. Hech qanaqa rangida summasi o'zgarish bo'lmaydi, o'rtoqlar. Buni albatta aytib o'tishimiz joiz edi. Mashina haqida biz qo'ldan kelgancha qisqaroq ma'lumot berdik. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan, raqamlarga murojaat qilib bemalol menejerlar orqali bilib olishingiz mumkin. Tashkent Motors doimo siz uchun va sizning komfortingiz uchun xizmat qiluvchi kompaniya hisoblanadi. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda uchrashguncha sog' bo'ling.